Tuman yangi xizmat mag'azin kechagida ko'lagan joyini to'g'irlagan baraka topsin. Menga shag'al to'kib asfaltga tayyorlab ketyapti baraka topkir. Umr uzoq. Mana shunaqa qilamiz, yana gapiraman-da. Mana qor yog'yapti, xudo xolasa. Baraka top. Mana shag'al olib kelishim turib bo'lgan loyini chiqarib orttirib olishim. O'rniga shag'al olib keldi hozir. Assalomu alaykum Azim aka. Azim aka, assalomu alaykum. Jumsiz? Bormi? Nima qilyapsizlar buni? Nima qilyapsizlar? Mashina qattiq qismini ochmoqchimiz, asfaltlashga tayyorlayapmiz. Anaqa shag'al to'kdilar? Teydiga loylarni olib tashlaydi mana. Qayerga olib ketdi loyini? Loyni olib ketdi hozir ortib. Mashinaga? Barak rahmat akalar, qo'rdilar. Yaxshi, umringiz uzoq. Yaxshi bo'lib qolsa asfaltdan qovuramiz. Baraka top, kammi? O'sha mashina qiynalyapti shu yerda. Baraka top aka, salomat bo'linglar. Ular yaxshimi? Hamma tepadigilar, rahbarlar yaxshimi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Baraka topinglar, umringiz uzoq bo'lsin. Qarang. Ergash hojiga yaxshimisiz? Mana qarang, qanaqa duo qilasiz bilan endi. Baraka toping. Mana masjidga ham duo yotdi, har masjidga baraka topsin. Ben de olacak zor götürmem. Bu sizin optası değil kadar azga aktörge sekdası tekst kolardı kıynalmaz diye maşallah. Kabul ettim ben yani hizmet arasında keçigide voda bir to'g'ilib shag'al to'kishda asbaga tayyorlayapti. Baraka topinglar. Omad, charchamanglar. Xudo quvvat bersin sizlarga. Mana vaqtda ham chiqishyapti. Baraka topsin. Yo'ldan yopib